Chempion Shahram G'iyosov bilan markazda gaplashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum rahmat. Sizni ko'rganimizdan benihoyatda xursandmiz. Taklif uchun rahmat. Sizga navbat berishdan avval Cristiano Ronaldoning personal muxlisi, hatto boshqa sport turi chempioni bo'lsa ham g'alabalarni Ronaldodek nishonlaydi deb e'lon qildim. Bu sizni xursand qiladimi yoki uncha emas? Boshida juda xursand qilardi. Hozirda o'rtacha mana o'zimni g'alabalarim, mana o'zimni yo'lim, o'zimni imijim. Albatta u bilan taqqoslashsa yoki u birinchi marta shu SMS yozganda men juda xursand bo'lganman. O'xti, shunaqasi ham bo'lganmi? O'zi emas, Real Madrid komandasi Perez menga yozgan o'shanda. O'sha Ispaniya gazetalarida eng markami qanaqa gazetasi bor, ularning eng mashhur o'sha gazetalarda chiqqan Cristiano bilan ikkalamizni pastida kommentariy qo'yganga o'sha Real Madrid qo'yganda tagida C deb o'zi qo'ygan, SMS yozgan, kommentariy qo'ygan to'yis. Tushunarli. Toshkentga kelish haqida eshitdingizmi? Bir yolg'on bo'lyapti, bo'lishi mumkin ekan. Endi har xil mish-mishlar bor. Hozircha aniq emas. Aha. Kelsa muxlis sifatida nima qilasiz? Bir haftadan keyin uchib ketyapman. Men o'zimning safarim bor. Aha. Qayerga tayyorgarlik hozir? Hozir Koreyaga uchib ketyapman. O'zimning ishlarim bo'yicha, o'zimning bizneslarim bo'yicha. Yana qaytib kelamanda, keyin Amerikaga jangga tayyorgarlikka. Tushunarli. Ringdagi shoumen obrazi va quvnoq harakatlar ortida juda ko'p mehnat yotishini bilamiz. Kamar va unvonlar vaqtinchalik. Lekin yosh Shahramni, demak, faoliyati va unvonlardan tashqari o'zi qanaqa inson deb hisoblaysiz? Tashqaridan. Qanaqa baho berishadi? Tashqaridan meni yaqinlarim baho berishi kerak. Meni yaxshi taniganlardan so'rasangiz, meni qanaqaligimni, qanaqa insonligimni biladi. Meni bilmadim, odamlar qanaqa deb bilishadi, lekin o'zimdan xohlaymanki, o'zimdan yaxshi nom qoldirishni. Shahram yaxshi inson, birinchi sportchi emas, yaxshi inson edi, yaxshi banda edi, iymonli inson edi deb nom qoldirishni xohlayman. O'sha uchun shuning ustida harakat qilaman. Har doim. Sizga kim tanbeh bera oladi yoki sizni tanqid qila oladi? Mening eng yaqin do'stlarim. Kimlar ular? Ismlarini aytishim kerakmi? Masalan, eng yaqin 3 tasi. 3 tasi. Ismoil, Sardor, Nodir. Nimada ko'proq ayblashadi sizni? Ikkitasi yomonlamaydi meni hech qachon. Tanbeh beradi kerakli narsalar bo'yicha, lekin harakat qilaman xato qilmaslik, lekin beparvardigor deydi, bir xato qilamiz qayerdadir. O'sha xatolarimni lekin o'sha Sardor do'stim menga aytib oladi. Oqibatsiz deyish mumkinmi? Yo'q. Nima deyish mumkin? Oqibatsiz, iymonsiz hech qachon deya olmaydi. Men bizlar bilan o'tirmaysan, vaqting bizlarga ajrata olmaysan deyish mumkin. Negaki trenirovkalarim, intervyularim, Amerikada ko'p bo'lganim, uydagilarimga ko'p vaqt berganim, o'shanda meni uritishi mumkin u. Ko'p bizlarga vaqt ajrata olmaysan, bizlar bilan ko'p o'tira olmaysan deyishi mumkin. Lekin qolgan narsada meni ayblamaydi. Bugun siz yoshlar orasida namunasiz, qaysidir ma'noda taniqli media shaxssiz. Bugun o'zbek yoshlarini kuzatib, ulardagi qaysi yutuqlar sizni xursand qiladi, qaysi kamchiliklar xavotirga soladi? Meni xursand qiladigan tomondan birinchi boshlayman. Ilmga e'tibor berishi, ilmni orqasidan yurishi, sportni mahkam olishi, sportda yaxshi natijalar ko'rsatishi va ota-onasiga bo'lgan mehr muhabbati. Bir xillarni ko'ryapmiz hozir nimalar qilyapti ota-onasiga nisbatan. O'sha uchun meni shu xursand qiladi. Lekin meni xafa qiladigan tomoni ko'p internetda bemag'ur vaynerlarni olish, bemag'ur kliplarni olish, hech kimga foydasi tegmaydigan ishlarni qilish, kechalar bilan ko'chada yurish. Mana shu bu narsa meni xafa qiladi va meni yoshlarga aytamanki, iltimos qilamanki, bas qilinglar bu ishdan foydasi yo'q. Hech kim bundan rozi bo'lmaydi. Na Alloh rozi bo'ladi, na ota-ona rozi bo'ladi, na ustoz rozi bo'ladi bundan, bu narsadan. Hozirgi kayf uchun oxiratini yomon qilmasin. Mani tanbehim, mani iltimosim shu. Tushunarli. Boks va MMA ni ko'pincha bog'lashadi. Siz ham sportchisiz. Ana Instagramda har xil shov-shuv ko'taradigan, qimor reklama qiladigan ham sportchi. Yo'q, men ularni sportchi hisoblayman. Sizga ham professional sifatida unga ham teng qarab qolishlari sizni xavotirga soladimi? Yo'q, hech kim sololmaydi. Yaxshi insonlar, sportni tushunadigan insonlar, nima harom, nima halolni yaxshi tushunadigan insonlar hech qachon bizni tenglashtirmaydi va bu menga umuman farqi yo'q, tenglashtiradimi yo'qmi. Meni o'zimning yo'lim bor, meni o'zimning maqsadim bor, meni o'zimni bizga nima to'g'ri, nima noto'g'ri deb yozilgan narsa bor, o'shanga bilan boraman oldinga.
to'g'ri tushungan professional sifatida ularga qanaqadir tanbeh berib, uka sifatida yo'l ko'rsatib, maslahat berishi mumkinmi yoki ular qabul qilishmaydimi sizni? Negaki u narsaga ilingan odam, u narsani orqasidan, u narsadan luqma yeydigan odam u narsaga man unga hozir harommi desam agar, sen kimsan menga desam, menga o'rgatasan deysiz dedi masalan. O'sha uchun men ularga o'rgatmayman. Mani hammaga aytaman. O'shanga qarab aytmayman bu narsani. Hammaga harom bilan halolni birinchi navbatda o'rganish kerak. Haromdan uzoq yurib halolga yaqinlashish kerak va luqmani halol yeyish kerak va farzandlariga halol luqma berish kerak. Negaki ular ham katta bo'lib, ular ham gapira oladigan insonlar bo'ladi. O'zimizdan yaxshi nom qoldiraylik deb nimaga aytyapman? Bu qimorni reklama qiladi deb aytsa menga yaxshi nommi bu? Yaxshi nom emas, to'g'rimi? O'sha uchun men harakat qilamanki, ko'proq reklama bilan meni ko'rasiz, e'tibor bersangiz, kuzatamiz bir-birimizni. Men reklama olmayman. Yo'q, shunga ham savol berdim. O'sha oladigan produksiyalarni shov-shuv ko'taradigan media sportchilar ham hozir ko'payib ketgan-ku. Videoda bir-biriga bir narsa gapiradigan yoki haqoratlashib, qaysidir binoni tagida urushib ketadiganlar bor. Balki ular bizni yoki yaqinlarni eshitmas, siz kabi professionallarni eshitar. Meni maqsadim O'zbekistonimizning bayrog'ini baland ko'tarish, yaxshi nom qoldirish, yaxshi sportsmen degan nomni qoldirish, kamarlarimizni, titullarini O'zbekistonimizga olib kelish. Chempion sifatida bayrog'imizni baland ko'tarish. Mana meni maqsadim. Meni maqsadim PR emas. PR xohlasam, aka, men 10 yil oldin PR qilardim. Olimpiadadan oldin Osiyo chempioni bo'lganman, jahon chempioni bo'lganman, olimpiada kumush medali. O'sha payt PR qilardim. Menga PR kerak emas. Bundan xabarim bor. Va bu gapingizni birinchi marta aytmayapsiz. Hamma joyda meni maqsadim O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarish va o'zimdan yaxshi nom qoldirish, yaxshi nom inson qoldirish. Lekin shu yerda mana o'sha savolga o'zingiz javob bordingiz. Bir obraz bor, ismlarini aytmoqchi emasman. Bir obraz bor. Kezi kelganda sizga sport tilida aytganda vizov yuboraveradi. Biron marta mana javob berganimni ko'rganmisiz? Javob bermagansiz, lekin qachondir ham nuqta qo'yish kerak-ku. Yo'q, nuqta hayot qo'yadi nuqta hammaga. Hayot qo'yadi nuqtani akajon. Bilasizmi nimaga? Bizga gapirmaslik kerak, bizani yutuqlarimiz gapirish kerak. Bizani qilayotgan ishimiz, bizani borayotgan yo'limiz gapirish kerak. Va bizani biladigan insonlar, kuzatadigan insonlar gapirish kerak. Hamma narsani vaqt ko'rsatadi. Kim vizit qiladi, kim yomon gapiradi, kim yaxshi gapiradi, umuman menga farqi yo'q. Orqamdan otilgan toshlarga qaramayman. Meni maqsadim bor, oldinga boraman, bo'ldi. Orqaga qaramayman. Orqaga qarayman, qayerda edim men. Kimlar men yonimda edi, o'shalarni ko'raman. Va kimlar bilan biz birga oldinga boryapmiz. Sizni mana shu pozitsiyangizni opponent qachon tushunib yetadi, nima deb o'ylaysiz? Tushunarmikan? Tushunmaydigan hayotda tushunmaydi. Tushunchasi past insonlar hech qachon tushunmaydi bu narsani aka. Kuzatuvchilaringiz ijtimoiy tarmoqda ham nisbatan faolsiz, uncha faolsiz, asosiy vaqtingiz u yoqda ketadi deya olmayman. Ko'proq nima savollar bilan sizni bezovta qilib turishadi va kuzatuvchilarga qaysi masalalarda javob berishni xohlagan bo'lardingiz? Juda ko'p SMS keladi, juda ko'p xabarlar keladi. Omad tilashadi, chempionlik sari olg'a intiling, taslim bo'lmang deyishadi. Yordam so'rashadi. Bu qo'limdan kelgancha yordam qilaman, yordam beradi muhtoj insonlarga. Birinchi tekshiramiz. Mani insonlarim bor orqamda, mani orqamda ishlaydigan. Ular tekshiradi, albatta yordam beramiz, yordam beradiganlarga. Hasad qiladiganlar ko'p, so'kinib yozadiganlar bor. Ularni ham jazosini berib qo'yganmiz. Bunaqasi ham bo'lgan. Albatta va hamma menga yozganlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Nimaki, bular duo qilishadi, bizlar mehnat qilamiz, g'alabani Alloh beradi. Duoda katta gap. O'sha uchun bizani xalqimiz, bizani yaxshi ko'radigan insonlar, bizani muxlislarimiz duo qilishadi. O'sha uchun ularni ishonchlarini oqlash uchun harakat qilamiz oxirigacha. Yana bir savol. Hayotni qaysi sinovi sizni qaytadan tarbiyaladi? Bu meni boshimga birinchi kelgan, bu meni eng qattiq sinovim, meni tarbiyalagan, hayotga qadam qo'yishni o'rgatgan, taslim bo'lmasdan o'rnimdan turishga harakat qilgan, bu meni qizalog'imni yo'qotishim. Mana shu narsa eng qattiq sinov ota uchun, ona uchun eng qattiq sinov bo'ladi bu. Bu narsa sizni men o'rgatgan narsa singandan keyin qanday qilib turishni o'rgatdi menga. Men sinib bo'lgan edim. Ota sifatida, banda sifatida, inson sifatida men o'yladim, men oldinni ko'ra olmadim.
lekin bu narsa menga ko'rishni, sezishni, shukur qilishni, bu sinov ekanligini, bu menga bu narsa berdi, qizalog'im shuni o'rgatib ketdi menga. Bizni kuzatuvchilar orasida ham farzand sinovi bilan bog'liq hozir o'sha vaziyatda borlar bo'lishi mumkin. Ularga qanday fikr yoki maslahat bergan bo'lardingiz? Hech kimga hech narsa maslahat bera olmayman. Nimagaki eng qattiq sinov bu. Farzand sinovi. Bardam tutinglar, bardam bo'linglar. Bu Allohning sinovi. Buning orqasida juda ko'p yaxshiliklar bor. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Buni esdan chiqarmanglar. Baribir buni yaxshi tomonlari ko'p. Keyinchalik. Tushunarli. Xo'p, yana safarga otlanaman dedingiz. Endiga gal reja qanday va faoliyatingizda qanday yangilik kutaylik? Hozir birinchi aytganimdek Koreya, kelganimdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi janglar, yangi xudo xolasa yangi g'alabalar. Endi yana qaytadan boshlaymiz, yana qaytadan kamarni O'zbekiston va'da berganman, aytganman. Va'damdan qaytmayman. Hech qachon. Xudo xolasa qadamma-qadam olmasini olaman. Allohim agar sog'likni bersa, men mehnat qo'li bilan kelgan mehnatni qilaman. Negaki har doim men bilib kelganman, bilaman bu narsani ustidan o'tganman. Mehnatning tagi rohat. Men bu narsaga erishish uchun ko'p narsadan voz kechganman. O'sha voz kechgan narsalar behuda bo'lmasligi uchun harakatdan to'xtamayman. Sizdan faqat yangi musobaqalarni, yangi yutuqlarni kutib qolamiz. Qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz, tashrifingiz uchun tashakkur. Rahmat, salomat bo'ling. Katta rahmat.